بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل ushbu saydul ayom kunida barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Xulofoi Roshidlarning 4-chisi Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu haqidagi darsimiz bugun 5-chisi. O'tgan darsimizda Ali roziyallohu anhuning shijoati, quvvat haqida, jang maydonlarida ko'rsatgan qahramonliklari haqida so'z boshlagan edik. Bugun inshaalloh davom etamiz. Haybar g'azoti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qatnashgan g'azotlarning yana bittasi Haybar g'azoti 7-yil Safar oyida bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan xiyonati uchun Madinadan ikkita Yahudiy qabilasi, Banu Qaynoqo, so'ngra Banu Nazir yahudlarni haydab yuborgan. Ular ana shu Haybar qal'alariga borib o'zlariga panoh topishgan edi. Va mana shu joydan turib musulmonlarga qarshi fitnalar uyushtirishar edi. Handaq g'azotiga asosiy sababchi bo'lgan kishilar ham mana shu yahudlar edi. Rasululloh Quraysh bilan Hudaybiya sulhida 10 yil urushmaslikka kelishdi. Mana shu fursatda yahudlarga hujum qilishlikda payg'ambarimiz bu fursatni g'animat bildi. Haybar boshqa shaharlarga o'xshamas edi, bir necha qal'alardan iborat majmua edi. Har bitta qal'ada o'zini suvi, yemog'i, ichmog'i, bir yilga yetadigan ozuqasi bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Haybarga bormoqchi ekanligini sahobalarga xabarini berdi. Va Alloh taolo Haybarni fath qilib berishligini va'da qilganligini xabarini berdi. Endi Haybar bu xayriyatlarga to'la joy. Yahudlarda mol davlat ko'p bo'lgan. Endi fath bo'ladigan bo'lsa, demakki o'lja g'animalar ham juda ham ko'p tushadi. Bu o'ljalarni, g'animalarni xabarini eshitib juda ko'p odamlar payg'ambarimiz bilan mana shu g'azotga birga chiqmoqchi bo'ldi, ammo payg'ambarimiz men bilan faqatgina Hudaybiya sulhida qatnashgan, ana shu yili umraga borgan kishilargina chiqadi dedi. Ularning soni 1400 edi. Endi Haybar jangi haqida siyrat darslarimizda gapirganmiz. Tafsilotlarga to'xtab o'tirmaymiz. Ali roziyallohu anhu ga tegishli bo'lgan joyini suhbat qilamiz. Jang boshlandi. Birinchi qal'a, Naim qal'asini qamal qilishi boshlandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarning bayrog'ini ana shu musulmonlarning bahodirlaridan, qahramonlardan ayrimlariga berardi. Hujum qilar edi, natija bo'lmadi. Bir kun hujum, 2 kun hujum, 14 kun deganda ham biror bir natija bo'lmaydi. Alloh taolo fath qilib beraman deb va'da bergan, musulmonlar shu narsani amalga oshirishligi kerak. Ana shu Haybar tunlarining birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ajib bir so'zni aytdilar. Bu so'z Ali roziyallohu anhuga ulug' bashoratlardan edi. Bu hadis Imom Buxoriydan keltiriladi. Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yawma Haybara la utiyanna hadhihi ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Alloha va rasulahu va yuhibbuhu Allohu va rasuluhu. Ertaga dedi Rasululloh. Ya'ni 14 kun jang qilib natija yo'q. Qachon fath bo'ladi? Hali birinchisi, ya'ni mana haqlardan bir 9 ta bor. Bittasiga 14 kun vaqt ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ertaga bayroqni bir kishiga beraman. Uni qo'li bilan Alloh fath qilib beradi qal'ani. U kishi Alloh va rasulini yaxshi ko'radi. Alloh va rasuli ham uni yaxshi ko'radi. Hamma Allohni yaxshi ko'raman, payg'ambarni yaxshi ko'raman deydi musulmonlar. Ammo Alloh va payg'ambari men ham yaxshi ko'raman degan gap bormi hammamizga? Shu kecha musulmonlar kimga berar ekan mana shu bayroqni? Bu sharaf kimga nasib qilar ekan deb tuni bilan uxlamasdan o'ylanib chiqishdi. Tong otdi. Hamma menga bersa edi deb turibdi. Umar ibn Hattob ham orzu qildi. Amirlikka bo'lgan harisligimdan emas, u bayroqni oladigan kishini Alloh yaxshi ko'rar ekan, Rasululloh yaxshi ko'rar ekan, mana shu muhabbatga yetishlik uchun orzu qildim deydi. Rasululloh bayroqni ko'tarib olib chiqdilarda, sahobalarni bir ko'zdan kechirib turib, Ali qani dedilar.
"Ya Rasululloh, ko'zi og'riyapti, chaqirib kelinglar." "Nima bo'ldi sizga?" Shunda Ali roziyallohu anhu "Ya Rasululloh, ko'zim ko'rmayapti, na tog'ni, mana vodiyni" dedi. Rasululloh muborak qo'llari bilan silab qo'ydi ko'zini. Ikkala ko'zi og'rimagandek bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayroqni Alining qo'liga berdi. Shunda Ali roziyallohu anhu "Ya Rasululloh, ular bizdaqa bo'lgunicha jang qilaymi ularga qarshi? Ya'ni musulmon bo'lguncha jang qilaymi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Unfuz ala rislik." Xotirjam ularning oldiga boring. Hatta tanzila bi sahatihim. Ularni islomga da'vat qiling. So'ng ularga vojib bo'lgan Allohning haqlarini taniting. Allohga qasam, ulardan bittasini Allohsiz tufayli hidoyat qilishligi siz uchun dunyodagi hamma narsadan ko'ra yaxshiroq. Yana bir rivoyatda qizil tuyalardan ko'ra yaxshiroq dedi. Bayroqni olishligi Ali roziyallohu anhuni Alloh Alini yaxshi ko'rishligini belgisi edi. Bayroqni shu kunda Ali roziyallohu anhu olishligi Rasululloh yaxshi ko'rishligini belgisi edi. Birodarlar, bundan ortiq manzilat bo'lmaydi banda uchun. Allohni sodiqul amin bo'lgan payg'ambari shu bayroqni ushlagan odamni Alloh yaxshi ko'radi, deyapti. Dunyoda hamma yomon ko'rsin sizni. Agar Alloh yaxshi ko'rsa, bularni yomon ko'rgani hech narsa emas. Birodar, jamiyatda ehtimol o'rningiz katta emasdir. Faqirdirsiz, quvvatingiz yo'qdir, husndor emasdirsiz, ehtimol hech kim tanimas. Bir joyda borligingizni ham, yo'qligingizni ham odamlar ehtimol sezmas, ammo Alloh va payg'ambari yaxshi ko'rgan bo'lsa, birodar, ikki dunyoda saodatga erishishingiz aniq. Qiyomat kunida birodar, podshohlar maqomida martabasida bo'lasiz. Bitta sharti bor. Alloh va Rasuli sizni yaxshi ko'rsa. Mayli odamlar qadrimizga yetmasa, mayli odamlar bilmasa bizni, muhimi Alloh yaxshi ko'rsin. Endi Allohni yaxshi ko'rishi nimaga bog'liq? Kitob-u sunnatga muvofiq yashasak. Alloh va payg'ambarning muhabbati bizga yetadi qachon? Hayotdagi g'amimiz Allohning roziligi bo'lsa. Odamlar qo'ygan o'lchovlarini ado qilaman deb, odamlar chizib qo'ygan chiziqqa yetaman deb, anaqa uy solaman, manaqa mashina minaman deb dunyoni g'am qilib olmasdan Allohni rozi qilishlik birinchi o'rinda g'amimiz bo'lsa va shunga intilib harakat qilsak, Alloh bizni yaxshi ko'radi, ikki dunyoda biz yutkizmaymiz. Biz unutib qo'yamiz, birodarlar. Doim nimani unutib qo'yamiz? Rabboniy miqyosni, ilohiy o'lchovni. Birimiz ikkinchimizni qadr-qiymatimizni belgilayotganda dunyoda narsalar bilan o'lchaydigan bo'lib ketganmiz. Ilohiy o'lchov nima edi? Inna akramakum indallohi atqakum. Hujurat surasida Alloh taolo aytadi, sizlarni Allohning huzurida hurmati balandrog'inglar, taqvodorrog'inglar, Allohdan ko'proq qo'rqib yashaydiganinglar. Pul demadi, qarang. Quvvat demadi, millat demadi, mansab demadi. Nima dedi? Allohdan ko'proq qo'rqib yashaydiganing men uchun hurmatli deyapti. Shuning uchun bizga Alloh azza va jallani muhabbati, Alloh taoloni berayotgan hurmat e'tibori bo'lsin. Ali roziyallohu anhu bayroqni oldi, jang rejasini tuzdi, ertasi kuni hujum qildi. Yahudlar qal'adan turib kamonlar bilan zarba berar edi va ba'zida o'zlari ham chiqishardi qal'adan tashqariga jang qilish uchun. Ikkala qo'shin jang qilib, Yahudlar mag'lub bo'layotgan sezsa, darhol ortlariga qaytib, qal'aga kirib eshikni yopib olardi. Ali roziyallohu anhu bayroqni olgan kuni qal'aga hujum qildi. Yahudlar chiqdi. Ikki qo'shin o'rtasida jang bo'ldi. Ali roziyallohu anhu mag'lub bo'layotganda orqaga chekindi, bayroq qo'lida. Endi bayroq qayoqqa yursa, qo'shin shu yoqqa yuradi. Hujum qilishlikning imkoniyati bo'lib turib, Ali chekinyapti. Qo'shin itoat qilmay iloji yo'q. Ali roziyallohu anhu chekinaverdi. Qal'adan ancha yahudlarni uzoqlashtirganidan keyin bu yahudlarni qo'shinning orqa tomoniga ikki tomonga pistirmay qo'ygan edi. Qal'adan yahudlar yetarli darajada uzoqlashgandan keyin ikki tomondan pistirmadagi odamlar hujum qildi. Yahudlar uni ko'rishdida qal'aning eshigi yopilib qolishidan qo'rqib orqaga qarab yurishdi. Pistirmadagilar eshikka qarab yuryapti, yahudlar ham eshikka qarab yuryapti. Musobaqa. Kim birinchi yetib keladi?
Yahudlar ham, pistirmadagi musulmonlar ham qo'shildi. Bir vaqtda keldi eshik oldiga. Shu yerda jang bo'ldi. Yahudlar eshigini yopa olishmadi. Va mana shu sabab bilan birinchi Naim qal'asi fath bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kecha bergan bashorati ro'yobga chiqdi. Ertaga bayramni shunday kishiga beraman. Alloh uni qo'li bilan bu qal'ani fath qiladi. Alloh uni yaxshi ko'radi, payg'ambar uni yaxshi ko'radi degan. Albatta bu Ali roziyallohu anhu uchun ulkan sharaf edi. Mana shu jangda yana bo'lgan ishlardan qal'ani yaqiniga kelganda musulmonlar yahudlar kamon bilan zarba berar edi. Musulmonlar o'zlarini nima bilandir himoya qilish kerak. Musulmonlar mana shu qal'ani yaqin joyida katta bir eshikni topishdi. Ali roziyallohu anhu rivoyatlarda keltiriladi. Mana shu qal'ani eshigini shuni ikki qo'llab ko'tardida, shunday to'sib ko'tarib ketdi musulmonlarni himoya qilib. Bir o'zi. Keyin bir qancha kishi eshikni qiyinchilik bilan ko'targanligi haqida ham rivoyat bor. Makka fathi. Quraysh musulmonlar bilan tuzgan Hudaybiya sulhini buzdi. Sulhga binoan Qurayshning ittifoqchilari bo'lgan kishilar, Muhammad alayhisalom ittifoqchilari bo'lgan kishilar, qabilalar. Xuzoa qabilasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xulofolari bo'lgan. Banu Bakr kishilari Qurayshning xulofolari bo'lgan. Ana shu musulmonlarning va Qurayshning tarafdorlari o'rtasida haram hududida qon to'kildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ittifoqchilarini Qurayshning ittifoqchilari qonini oqizdi va Quraysh yordam berdi. Demak, sulhni Quraysh tomonidan buzilganiga shubha yo'q edi. Xuzoalik kishilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yordam so'rashdi va payg'ambarimiz ularga yordam beradigan bo'ldi. Endi Rasululloh jangga tayyorgarlik ko'rishlikni boshladi, ammo qayoqqa borishligini aytmadi. Sababi, agar musulmonlar kelayotganligini Quraysh eshitsa, ular ham jangga tayyorgarlik ko'radi, qo'shin bilan chiqadi, haram hududida qon to'kiladi. Rasulullohning qabiladoshlari Qurayshning qoni oqadi. Rasululloh buni xohlamadilarda, xabarni maxfiy qildiki, to'satdan borib turib shuni bosib qo'yaylik, qon to'kilmasdan Quraysh taslim bo'lsin. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga odam kirgizinglar, ammo Madinadan odam chiqarmanglar degan hukmni e'lon qildi. Toki Qurayshga xabar yetib bormasin. Ammo sahobalardan Xotib ibn Abi Balta roziyallohu anhu Qurayshga xat yubordi. Bir ayol orqali. Xotib munofiq emas edi, musulmon edi. Xotib roziyallohu anhu asli makkali emas, Makkada yashagan, lekin asli makkali emas. Oilasi, bola chaqalari Makkada qolgan edi. Shu xatni jo'natsam, Quraysh bizga yaxshilik qildi Xotib deb, meni oila a'zolarimga yumshoqroq muomala qilarmikin degan ma'noda payg'ambarimizning sirini sotib qo'ygan edi. Alloh taolodan payg'ambarimizga vahiy keldi mana shu xat haqida. So'ngra payg'ambarimiz ana shu ayoldagi maktubni tutib kelishlik uchun bir ayol bilan chiqargan edi. Ikkita sahobasini tanladi. Zubayr ibn al-Awwam va Ali ibn Abi Talib. Tezlik bilan Haq va Ravzasiga, ya'ni Makka bilan Madina o'rtasidagi joy. Yetib boringlar Haq Ravzasiga. Bitta ayolni topasizlar, unda maktub bor dedi. Endi bu kala sahoba payg'ambarimiz aytgandek tez yetib borishdi. Nimaga bu kalasini tanladi payg'ambarimiz? Chunki bu ayol agar Qurayshning yeriga yaqinroq yetib borib qolib turib, bironta Qurayshdan himoya so'rasa, jang bo'lishi mumkin. Shuning uchun payg'ambarimiz jo'natgan ikkita sahobasi, ikkalasi ham eng mohir jangchilar bo'lgan. Zubayr ibn al-Awwam, Ali ibn Abi Talib. Ular borishdi, maktubni so'radi, u yo'q dedi. Vallohi bizga Rasululloh yolg'on gapirmadi. Senda maktub bor, chiqarib ber, bo'lmasam yechintiramiz deydi. Shunda ayol sochini orasidan hali maktubni chiqarib berdi. Shu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rejasi amalga oshdi. Agar maktub yetib borganida Quraysh jangga tayyorgarlik ko'rar edi, haramda qon to'kilardi. Musulmonlar Makkaga fath qilgan holda Makkaga qo'shin bilan kirib kelishdi. Jangi jadalsiz Quraysh taslim bo'ldi. Har bitta qabila o'zini bayrog'ini ko'tarib Makkaga kirib kelar edi. Ansorlarning bayrog'i, Ansorlar alohida jamoat bo'lib kelyapti.
Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhuning qo'lida edi. U kishi Makka ga kirib kelayotib, shunday bir so'zni aytdi. Al-yawma yawmul malhama. Al-yawma yuzillullohu Qurayshan. Shuncha yillik Qurayshni dushmanligini eslab turib, bugun dedi Sa'd, yaralarga malham qo'yiladigan kun. Ya'ni qasos olamiz bugun, qon oqizamiz. Bugun Alloh Qurayshni xor qiladi dedi. Buni xabari payg'ambarimizga yetkazilganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni qo'lidan bayroqni olib qo'yishlikni buyurdi. Kimga? Ali roziyallohu anhuga. Adrik Sa'dan va khudhir royata minhu fakun anta allazi tadkhulu biha. Sa'dning oldiga boring, bayroqni qo'lidan olib qo'ying va Makka ga siz ko'tarib kiring dedi. Haqiqatan bordi, aytdi, bayroqni berdi. Ansorlarning bayrog'ini Muhojir Ali ibn Abi Talib Makka ga ko'tarib keldi. So'ngra payg'ambarimiz bayroqni Sa'd ibn Ubodaning o'g'li Qaysga berib qo'ying dedi. Chunki otasidan olindi, ichida bir g'illag'ashlik bo'lib qolmasin deb o'g'liga berildi. Boshqa har qaysi boshqa odamga bersa, Sa'd norozi bo'lib qolardi, sharaf ketib qoldi meni qo'limdan deb. Ammo o'g'liga bersa nima bo'ladi? Shunday qilib payg'ambarimiz Sa'dni qalbida paydo bo'lib qolishi mumkin bo'lgan boyagi g'illag'ashlikni oldini oldi. Makka fathida yana sodir bo'lgan ishlardan va Ali roziyallohu anhu qatnashgan ko'rinishlari. Makka fathi tamom bo'ldi. Rasululloh Makkaning atrofidagi mushrik qabilalarga sariyalar yuboradi. Banu Juzayma qabilasi Makkaga yaqin bo'lgan qabilalardan musulmonlar Makkani egallaganligini xabarini topishdi-da, oqsoqollar yig'ilib aytishdiki, Quraysh turib bera olmadi musulmonlarga qarshi. Biz qanday qilib turib bera olamiz ustimizga qo'shin kelsa? Undan tashqari Muhammadni sollallohu alayhi vasallam payg'ambar ekanligini bilasizlar. Kelinglar iymon keltiramiz deyishdi, islomni qabul qilishdi. Va Xolid roziyallohu anhu qo'shin bilan kelayotganligidan xabar topishdi. Endi musulmon bo'lgan bular uni kutib olishlik uchun chiqishdi. Banu Juzaymaniylarning ajib bir odati bor edi. Nima edi u? Hurmatli, e'tiborli kishi kelsa, uni istiqboliga kutib olishlikka xuddi jangga chiqib ketayotgandek qurollarini yelkalariga ilib, qilichlarni qo'llariga ushlab, xuddi jangga chiqqandek chiqib kutib olishar edi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu qo'shin bilan keldida, qarab turib, qarasa qurol bilan xuddi jangga turgandek turishibdi shay. Aslimi u dedi. Islomni qabul qilinglar dedi. Ular aslamna deyisholmadi-da, sobana deyishdi. Sobana degan kalimaning ma'nosi dinimizni o'zgartirdik, kofir bo'ldik degani. Ular aslamna, islomni qabul qildik degan so'zni aytisholmadi. Sobana degani dinimizni o'zgartirdi, ya'ni sizlarning diningizga o'tdik demoqchi ular. Ammo Xolid ibn Valid buni tushunmadi-da, hujum qildi, bir qanchasini o'ldirdi. Ular sobana deyishaverdi, chopilayotganda ham. Oxiri tushunishdi-da, aslamna deyishdi. Xolid ibn Valid aytdi, sizlar qilishdan qo'rqib islomga kirdinglar dedi. Bir qanchasini qatl qildi, qolganlarni asir qilib Makka ga olib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga musulmonlarning qoni to'kilganligini xabarini eshitganida qattiq g'azablandi. Va Xolid roziyallohu anhuni qo'lini ko'tarib turib aytdiki, Allohumma inni abra'u ilayka mimma sana Xolid. Parvardigor, Xolid qilgan ishdan meni qo'lim pok. Xolid qilgan ishdan men pokman. Inna fi sayfi Xolidin la rahaqa. Xolidni qilichida qon oqizishlikka jur'at bor dedi. Ammo Xolid roziyallohu anhuni avf qildi. Sababi tushunmovchilik bo'lgan. O'zingizni qo'yib bering Xolid roziyallohu anhudan. Butun qo'shin turibdi, qurol bilan chiqqan, kofir bo'ldi deb turibdi. Rasululloh avf qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avf qildi. Mana endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuborgan amiri qilgan xatoni tan olib, Banu Juzaymaliklarni ishini to'g'rilashlikni xohladi. Va mana shu ishga Ali roziyallohu anhuni tanlab oldi. Endi u yerga borib turib bu mushkulani hal qiladigan odamda ham siyosiy, ham bir askariy, ham iqtisodiy fikri kuchli bo'lgan, peshqadam bo'lgan odam kerak edi. Rasululloh mana shu mas'uliyatli ishga Ali roziyallohu anhuni tanladi. Payg'ambarimiz katta miqdordagi mol dunyoni Alining qo'liga berib, borib ularni fidyalarni berib keling dedi.
Ya'ni bu ish xato bo'ldi. Bu ishga biz rozi emasmiz. Asrlar ozod qilindi. Ali roziyallohu anhu borib, ularni har bittasi ati aytilindi, ularga diyalarini to'lab berdi. Hamma yo'g'i to'landi, hattoki itini yalaydigan yarog'igacha sinib ketgan bo'lsa, shuni ham to'lab berdi. Yana pul oshib qoldi. Rasululloh diyalarni ber deb qo'ygan edi. Rasululloh diyalarni to'lang degan edi, ammo boshqa gapni gapirmagan edi. Ali roziyallohu anhu Banu Juzaymana kattalarini chaqirib turib, menda yana pul qoldi. Mol yana qoldi. Ularni sizlarga berib ketaman. Mabodo kimdir aytilmay qolib ketgan bo'lsa, kimdir norozi bo'lib qolgan bo'lsa, ularga berasizlar dedi-da, o'zi tomonidan ijtihod qilib, diyalarni to'lab oshib qolgan pulini qoldirib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib bu ishni aytganida Rasululloh chiroyli ish tutibsiz, to'g'ri ish tutibsiz dedi-da, rozi bo'ldi. Makka fathidan keyin birodarlar, mana siyrat darslaridan bilamiz, Hunayn g'azoti sodir bo'ldi. Toifdagi Havozin qabilasi musulmonlarga hujum qilmoqchi ekanligidan xabar topib, payg'ambarimiz 12 minglik qo'shin bilan Havozinga qarab chiqib bordi. Bu g'azot birodarlar Hunayn degan vodiyda bo'lgan, shuning uchun Hunayn g'azoti deyiladi. Havozin qabilasi bu vodiyga musulmonlardan ertaroq kelib, musulmonlar mana shu vodiyga tushib kelayotgan bir balandlikka pistirma qo'yib poylab turishdi. Musulmon qo'shini avvalo shu mana shu do'mlikka qarab yurganida ikki tomondan pistirma zarbani berdi. Xolid ibn Valid boshligida kelayotgan qo'shin edi. Birinchi zarba Xolid roziyallohu anhuga bo'ldi. Hamma yo'g'i jarohatlanib yerga yiqildi, tura olmadi yariga. Jangning avvalida bo'lgan mana shu birinchi zarba musulmonlar qo'shinini mag'lub qildi. Musulmonlar tirqirab haqqa qochib ketishdi. Hatto ayrimlari qochib Makkaga ham yetib borgan edi. Mana shunday bir qiyin holatda Rasulullohning oldida faqatgina 100 ta kishi qolgan edi. Va mana shu 100 ta kishi Havozinning 20 minglik qo'shinini mag'lub qilib tashadi. Ana shu 100 ta odamdan bittasi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu edi. Mana shu jangda u kishini ko'rsatgan qahramonligi haqida gapirsak, musulmonlar har tomonga tarqab ketishdi. Hatto ayrimlari aytdik, Makkaga yetib bordi. Payg'ambarimiz yonida turgan 100 ta odam xuddi bir bo'ron kabi edi. Ularni oldida hech narsa tura olmas edi. Kitoblarda keltiriladi, Havozindan bo'lgan bitta jangchi tuyaning ustida qo'lida uzun, haddan ortiq uzun nayza bor. Shu nayzaga bayroq ham ilib qo'yilgan. Tuyaning ustida turib, musulmonlarni xohlagancha qatl qilib, xohlagancha hujum qilyapti. Unga hech kim yeta olmayapti. Kamon otsa, nayza otsa ustida temir kiyib olgan. Yaqinroq kelsa, uzun nayzasi bilan zarba beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim bizni qutqaradi undan dedi. Ali roziyallohu anhu chiqdi, men dedi. Va o'ylandi nima qilish mumkin. Oldiga borib bo'lmaydi. Kamon nayza otishning foydasi yo'q. Bir yo'lini qildida tuyani orqa tomoniga o'tdi. Bu degani dushman qo'shinining orasiga kirdi degani. Bitta o'zi. Yo'lini qildi, tuyani orqasiga o'tdi-da, qilichi bilan tuyani oyog'iga zarba berdi, tuya oyog'i sinib yiqildi. Boyaga tuyaning ustidagi mushrik yiqilganidan keyin ansorlardan bittasi kelib qatl qildi va bayrog'i shu bilan yiqildi ularni. Havozinni g'alabasini mag'lubiyatga aylanishiga mana shu lahzadan boshlandi. Bayroq ko'tarilmadi, Havozin tirqirab qochib ketdi. Va mana shu 100 ta odam 12 ming ta odam qila olmagan ishni qildi. 100 ta odam 20 minglik qo'shinni mag'lub qildi. Va mana shu mag'lubiyatning boshlanishi Ali roziyallohu anhuning qilgan qahramonligidan boshlandi. Tabuk g'azoti. Bu g'azotda Ali roziyallohu anhuga nisbatan bo'lgan payg'ambarimizning muhabbati yana bir marta zohir bo'ldi. Tabuk g'azoti birodarlar, bilasizlar 9-yil Rajab oyida bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Arab jazirasini deyarli bo'ysundirib bo'lganidan keyin bu risolat, islom risolati faqatgina arablarga emas, butun insoniyatga kelganligini e'lon qilmoqchi bo'ldi. Ana shu davrdagi eng qudratli bo'lgan mamlakat Rum edi. Rumga qarshi payg'ambarimiz qo'shin tortib boradigan bo'ldi. 30 ming kishilik qo'shin. Odatda payg'ambarimiz jangga chiqsa, qayoqqa ketayotganligini aytmas edi. Faqatgina Haybar bilan Tabuk g'azotiga ketayotganligini e'lon qilgan.
Haybarga ketayotganligini e'lon qilgan sababi Alloh yengasizlar, g'olib bo'lasizlar deb va'da berganligi uchun Tabukka ketayotganligini e'lon qildi. Dushman kuchli, masofa uzoq, safar og'ir, kun issiqligi uchun musulmonlar yetarli tayyorgarlik ko'rsin deb payg'ambarimiz e'lon qilgan edi.